Shunday qilib, futbolchi 2023-yilgi mavsumni Belorussiyaning Energetik Bugu klubida boshladi. O'sha paytning o'zida Yevropa top chempionatlaridan bir nechta klublar Husanov bilan qiziqishayotgani aytilayotgan edi. Lekin Abduqodirning hayotidagi eng katta burilish uni Barselona, Parij, Manchester yoki London emas, ona yurtining yuragi bo'lgan Toshkentda kutib turadi. Ana endi men eng qizig'ini va nihoyat Husanovning Lens klubiga bo'lgan transferni gaplashamiz. Qaysidir bir futbol klubi u yoki bu futbolchini qaysidir bir boshqa klubdan transferini amalga oshirsa, jamoada qandaydir bir bo'shliqni yopish kerak bo'ladi. To'purar o'z nomi bilan gollarni yog'dirib tashlasa, playmaker va tayanch yarim himoyachilari jamoada kreativga javob berishadi. Ana endi himoya chizig'ini bito'llab tashlaydigan futbolchining kuchli va jamoa uchun foydali taraflarini, kerakli funksionalni qayerdan topamiz? Katta va nufuzli uchrashuvlarda albatta. Har bir futbolchi bolalar futbol akademiyasidagidayoq katta uchrashuvlar, ya'ni jahon va qit'a chempionatlari yosh futbolchi uchun top chempionatga bo'lgan tramplin ekanligini yaxshi tushunishadi. Bu yerda ham Abduqodirning omadi va futbolchining o'z omadidan uddali foydalab qolganiga qoyil qolishimiz kerak.